Kanalimizga kelgan savollarga videorolik shaklida javob beramiz. Demak, navbatdagi savol Dostonbek Norbekov tomonlaridan kelgan. Savolni o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum. Men 2021-yil kontrakt asosida o'qishga kirgandim. Hozir 4-kursman. Shu paytgacha kontraktni 12% ni qaytarib olmaganman. 4 yilgacha qaytarib olsa bo'ladi deb eshitgandim. Shu to'g'rimi deyapti? Demak, soliq kodeksiga murojaat qilamiz. Soliq kodeksiga 2024-yil 1-yil yanvardan kiritilgan o'zgartirishlarga asosan davom muddati 5 yildan 3 yilga tushirildi. Demak, bu yerda 4 yilgacha qaytarib olsa bo'ladi deb eshitgandim degani xato. Hozirgi kecha kunduzda siz 2022, 23 va 24-yillar uchun imtiyozdan foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bitta like va bitta kommentariy sizlardan.